isbotlangan meditsinada -8 kilo 2 haftada ozish mumkinligini bilarmidingiz? Aynan bu retsept haqiqatda ilmiy tadqiqotga asoslangan va siz agar har kun aytganimdek bajarsangiz, bemalol 14-15 kungacha diyetalarsiz 8 kilo ozishingiz mumkin. Retseptni tayyorlash uchun esa bizdan ko'p narsa talab qilinmaydi. Ertalab uyg'onasiz, 1 stakan issiq suvni olasiz, ichiga 1 osh qoshiq psilum, 1 osh qoshiq kurkuma, ya'ni zarchava solasiz va 3-4 ta qalampir munchoq solasiz. Retseptni ustini yopib qo'yasiz. Tayyor bo'lgan massa 15 daqiqadan keyin ichilish holatiga tayyor bo'ladi. Aynan shu massani och qoringa har kuni 14-15 kun davomida ichasiz. Yog'larni eritadi. Qorin va biqin atrofidagi yog'larni zo'r parchalagani uchun siz nafaqat kilodan ozasiz, balkim ob'yom holatingiz ham kichkina bo'ladi. Bu retsept emizikli bo'lsangiz, bolangiz 3 oylikdan katta bo'lsa, bemalol mumkin. Hattoki yondosh kasalliklari bor insonlarga ham anchayin foyda bo'ladi. Retseptni yo'qotib qo'ymaslik uchun saqlab qo'yishni, agar to'g'ri tartibda yana ham ichishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, shunchaki kommentariyada retsept so'zini qoldirishni unutmang. Sizni direktingizga to'lig'ini o'zim jo'natib qo'yaman.